Udvoyniy zal, ikkinchi etaj, polniy summasini ipotekaga olsanglar bo'ladigan kvartiramizni chiqyapti. Manzilimiz bo'lsa 19-kvartal, Farruh Fayz yonida betonkaga ham chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, zalimizni juda ham chiroyli kolonnalarni ko'rib turibsizlar. Boshqa rangga bo'yab qo'yib, juda ham zo'r qilib qo'yishdi. Bu yerda bo'lsa balkonimizning yarmini bitta detskiy xona qilib qo'yishgan. Endi zalimizdan chiqqanimizda koridorga chiqamiz. Bu yerda kiruverish qismi, garderobni shkaf qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. O'ng qo'limizda bo'lsa detskiy spalniyamiz keladi birinchi bo'lib. Yonida bo'lsa alohida родительский spalniyamiz. Polniy ko'rib turgan videoda hamma mebel texnikalarimizni qo'yapti. Endi yonida bo'lsa kladavoyimiz joylashgan. Alohida sanuzellarimiz keladi. Remonti o'rtacha bemalol kirib yashasanglar bo'ladi. Etaji bo'lsa Korolevskiy. Bu yerda ko'ryapsizlar oshxonamiz, lekin balkonga chiqarib qo'yishgan yarmiga. Bu yerda o'tirib mazax dam olsanglar bo'ladi. Narxini bo'lsa $94,000 deyishyapti. Albatta ozgincha kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.